Bugun biz Akara'ni M100 hubi haqida gaplashamiz. Bu Zigbee Meter hub. Ba'zi bir Zigbee Meter qurilmalarni bu orqali telefonga ulashimiz kerak bo'ladi. Hozir birin-ketin nastroyka va ulanishini ko'rib chiqamiz. Komplektida shunaqa USB li hub chiqadi, juda ham kompaktni. Bunga blok pitaniya kerak bo'ladi, USB adapter, power bank yoki agar sizlarda maxsus USB li rozetka bo'ladigan bo'lsa, o'tga ulashingiz mumkin bo'ladi. Pitaniyaga ulaganimizdan keyin ko'rib turishingiz mumkin, oq chiroq yonyapti. Agar sizlarda yonmasa, 10 marta zbros knopkasini bosish kerak bo'ladi yoki 10 sekund bosib turib ushlasanglar, o'chib yonishni boshlaydi. O'chib yonishni boshlaganda Akara ilovasiga kiradigan bo'lsak, bosh menyuda hubimiz chiqadi, ustiga bosib ulashni davom ettiramiz. Wi-Fi biz tanlab, parolini teramiz va davom ettiramiz. Ikkinchi yo'li bu Meter protokol orqali ulash. Bu Apple Home'ga to'g'ridan-to'g'ri yoki Akara Home'ga ulashga yo'l ochib beradi. Ko'rib turishingiz mumkin, quyidagi ilovalarga biz qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Instruksiya tushunarli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'linglar. Bu hub nimaga kerakligini bilmoqchi bo'lsanglar, bizning kanalimimizdagi boshqa videolarni ko'rishni tavsiya qilib ketaman.